o'qituvchilari. Здравствуйте, дорогие учителя и уважаемые гости! Это добрый и радостный день, особенный ведь сегодня мы вспоминаем и поздравляем тех, кто на протяжении доброго десятка лет практически ежедневно присутствует в нашей жизни. Barchamizga ma'lumki, har yili 1-oktyabr yurtimizda kelajak bunyodkorlari bo'lgan ustoz murabbiylarimizning kasb bayramlari keng nishonlanadi. Дорогие педагоги, в этот теплый день, осенний день, вся страна традиционно отмечает праздник людей самой гуманной и искренней профессии – учителей. Примите искренние поздравления с профессиональным праздником с Днем Учителя. Нет сдачи более благородной, чем делать людям знания, готовить их к жизни в обществе. Assalom ona yurt tog'lar o'lkasi. Tarix tafsirining yo'q nihoyasi senga bag'ishlanur. Muqaddas qo'shiq bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Assalomu alaykum. Shu dargohga yig'ilgan aziz ustozlar, qadrli ota-onalar va bizni eng yaxshi ko'rgan jonajon farzandlarimiz, o'quvchilarimiz, bugun mamlakatimizda eng qadrli insonlar, mamlakatimizni kelajagini barpo qilib beradigan oliyjanob, mehnatkash, fidoyi ustozlarimiz uchun chiroyli tadbir, ularni qilayotgan mehnatlari va ularni mashaqqatlarini e'zozlaydigan kun munosabati bilan siz-u bizlar mana shu yerda birlashib turibmiz. Ustozlar haqida juda ko'p narsalarni gapirish mumkin. Chunki bizni ota-onamiz dunyoga keltirgan bo'lsa, bizni ko'kka ko'taradigan birinchi navbatda ustoz bo'ladi. Ustozlarimiz borligi uchun jamiyatimiz mana shu darajaga chiqyapti. Ustozlar borligi uchun jamiyatda, davlatda turli xil kasb egalari yetishib chiqyapti. Shunday ekan, biz butun xalqimiz bilan birgalikda mana yaqinda ustoz murabbiylar kuniga bag'ishlangan prezidentimizning katta yig'ilishi bo'lib o'tdi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, prezidentimiz bilan birgalikda, butun xalqimiz bilan birgalikda mehnatkash, fidoyi ustozlarimizni chin qalbimizdan barchamiz tabriklaymiz. Ilohim shu ustozlarimiz hech qachon charchamaylar, kelajakda yaxshi yetuk insonlarni
davlatimizga, xalqimizga yetishtirib berishda sizlarga doim kuch-quvvat tilaymiz. Ustozlar haqida juda ko'p narsalarni gapirish mumkin. Qisqacha gapirib o'taman. Beruniy maktabi boshida bitta o'zim boshlagan bo'lsam, hozirgi kunga kelib maktabimizda 60 dan ortiq pedagog xodimlar ishlab yurishibdi. Mana bu yil sentyabr oyidan boshlab Toshloq tumani markazida yangi filialimizni ochdik. Kimnidir farzandi bizda bilim olib tahsil olgan bo'lsa, juda yaxshi bilishadi bizni oldingi faoliyatimizni va bu yildan boshlab biz ikkinchi filialimizni ochdik. Bu yerda asosan boshlang'ich sinflarni o'qitib, ularga bilim beradigan alohida dargoh. Men shu yerda bitta narsani juda quvonib aytishni xohlayman. Narigi katta maktabimizda qanaqangi fidoyi ustozlar yig'ilgan bo'lsa, mana yangi maktabimizda narigi maktabimizdan ham ko'ra fidoyi, meni quvontiradigan, bir vaqt o'zida 3 ta 4 ta tilda bemalol dars o'ta oladigan, kechani kecha, kunduzni kunduz demay ishlaydigan, g'ayrati, shijoati shu jamiyatimizdagi ancha-muncha erkaklardan ham kuchli bo'lgan ustozlarimiz, ayollarimiz yig'ilishgan. Men eng avvalo shu ustozlarimizni nomidan va butun jamoamizni nomidan shu ota-onalarga shuni men va'da qilamanki, bu ishni biz endi boshladik. Mana hali bir oy o'qitilgan yo'q bolalar natijasi ko'rinishni boshladi. Xudo xolasa sizlarning farzandlaringizni masjiddagi ustozlarimiz 1 yil dars o'tib, 1 yil bilim beradigan bo'lsa, kerak bo'lsa 5 yilda, 6 yilda oladigandan ko'ra ko'proq bilimni 1 yilda berishlariga men albatta ishonaman. Sababi mana hali hech qancha bo'lgani yo'q. Birinchi sinflarimizni ko'pchiliklari harflarni tugatib, bitta kitobni tugatishdi. Aslida bu Alifbe bayrami bu kitobimiz shu 1 yilga mo'ljallangan kitob. O'qituvchilarimizning fidoyiligi, bolajonliligi, shu o'quvchilarga, bolalarga xuddi o'zini farzandiga e'tibor berayotganligini shu evaziga bolalarimiz mana qisqa kunda yuqori natijalarga erishyapti. Men sherdagi barcha yig'ilgan ota-onalarning nomidan, o'zimning nomimdan, mana o'zimning oilam, ota-onalarim o'tirishdi, oilamizning nomidan Beruniy maktabini masjiddagi fidoyi ustozlariga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Ustozlar, sizlar hech qachon charchamanglar. Har doim aytaman, jamoamdagi barcha ustozlarga Alloh qodir qilgungacha xizmatini qilaman. Alloh qodir qilgungacha sizlar bilan bitta komandada ishlab, shu davlatimizni butun dunyo tan oladigan darajada yuksakka ko'tarishiga men barchalarning oldida Alloh qodir qilsa hammalarga va'da beraman. Ustozlar hech qachon charchamanglar. Biz sizlarga ishonamiz. Davlatimiz, shu xalqimiz, ota-onalarimiz ko'p gapiraman, o'zlarini eng yaxshi ko'rgan narsalari, bu farzand, o'zlarini eng yaxshi ko'rgan narsalarini sizdek fidoyi insonlarga ishonib topshirishdi. Shu ishonchda oqlashda Alloh sizlarga har doim kuch-quvvat bersin. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Har doim bugungidaqa elni ardog'ida charchamasdan, kasal bo'lmasdan, har doim prezidentimiz aytganidek davlatni haqiqiy xodimi sifatida yurishlarini men xohlayman. Xabarlaring bor, mana prezidentimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotini 80-yubiley sessiyasida nutq so'zladi. Hamma davlatni prezidentlari chiqib nutq so'zlayapti. U yerda tinchlik, barqarorlik, rivojlanish haqida gap ketdi. Faqat yagona inson Shavkat Miromonovich, bizning prezidentimiz, o'sha yubiley butun dunyoning ko'z o'ngida birinchi gapirgan gapi nima bo'lyapti? Birinchi gapi, biz O'zbekistonda ustozlarning obro'sini ko'tarishni boshladik. Biz butun dunyoga ilm-fan bilan, aqliy zakovatimiz bilan, intellektual boyligimiz bilan
butun dunyoga tanlanamiz degan gapni butun dunyoning ko'zini o'ngida gapirdi. Shunday ekan, ustozlar, prezidentimiz boshliq, shu xalqimiz, barcha ustozlar, ota-onalar nomidan sizlarga yana bir bor minnatdorchilik bildiraman. Hech qachon charchamanglar. Ilohim shu ota-onalarni, shu farzandlarni oldida har doim yuzlari yorug' bo'lsin. Shu ota-onalarni ishonchini oqlashda Alloh sizlarga har doim kuch-quvvat bersin. Hammalaringga rahmat. Tadbirimizda qatnashinglar, mazza qilib, kayfiyatlarni ko'taringlar. O'zlaringni farzandlaring mana bu yerda hozir chiroyli chiqishlar qilib beradi. Sog' bo'linglar hammalar. Ustozga o'zimizni cheksiz minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sog' bo'ling ilohim. Mehri cheksiz, qalbi buyuk zotlarimizni tabriklash uchun maktabimizning barcha sinflarini she'rlariga beramiz. Marhamat. Наш учитель просто класс, обожает он всех нас, нам в учебе помогает, мы учителям родимся, к новым знаниям стремимся. Поздравляю всех ребят в этот день осенний, с праздником учителя, счастья вам весела. Нам, учитель дорогой, ваш характер нравится. Кроме вас никто другой с нами не управится. Qo'limga qalam ushlab tilbasu, unda qalbimda osanroq, undanda buyukroq, ulug'roq kim bor? Ustozim, ustozim, sizga mingta. Barcha ilmlarning kaliti sizda, saxovat nur bor bu qalbingizda. Otasiz, onasiz har o'g'il qizga, ustozim, ustozim, sizga mingtazim. Quyoshni qadar zahmatlayingiz, ellarda dostonni mehnatlayingiz. Yog'ilgay siz uchun rahmatlarimiz, ustozim, ustozim, sizga mingta. O'qishni o'rgatib ko'zim ochdingiz, ilm sirlarini qalbga sochdingiz, otaday ulug'siz kelajakdasiz, ustozim, ustozim, sizga. Shogirdim obro'yim yuzim degan zot, ishonchim umidim ko'zim degan zot, bolajonim o'g'lim qizim degan zot, ustozim, ustozim, sizga mingta. В этот праздничный день от всего сердца желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия, счастья и успеха во всех. И для начинания поистине великие дела, которые вы занимаетесь, имеют огромную значимость процветания Узбекистана. Вы растите наше будущее. Hozirgi navbatni maktabimizning 2A va 2B sinf o'quvchilarini shoh qo'shiqlariga beramiz. Marhamat. Открывай дверь без ключа. На теле как саранча. Стоп, как стать богача. Распитался как Джеки Чан. Такой красавчик, такой молодец. Мужиком будет свой мальчик, мужиком залетайте. Ну такой бути-бути. А, ты что ли борец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты были сами. Мне нашептала Ташка, что я крутой агашка. Меня просят на махер, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бекзат, но все зовут меня. Восьмой чудо свет, это море по колен, это легенда дискотека, это луч старых век, это век.
что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдаха. Я не шумный плод, но меня все знают как... Короче, века на случай танцы, за ним охотятся папарацци. Чейка, авторитет гигантский, когда он шутит, надо смеяться. Учить всех, как подняться, нары жрецов слайсом лучшая комбинация. Это лучшая иллюстрация. Он раскатится, молчит, раскатится, тач-тач. Не знаю, как будет точно, встретиться, тач-тач. Ночь, день, ночь, все, точно, короче. Когда пытается сделать проще, он все равно делается наилучше. Мне нашептала Ташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдаха. I'm the Beckham, but everybody calls me... Mana shunday ko'tarinki kayfiyatda davom etamiz. Endigi navbatimizni jang chetini sinf qizchalarimizni raqslarga beramiz. Ularning har biri o'ziga xos. Lekin ona vataniga muhabbat, ulkan orzular tomon intilish hissini kelajagi buyuk bo'lgan bolalarda shakllantirish biz uchun sharafli kasb. Hozirgi navbatni maktabimizning 2 sinf o'quvchilari ijrosidagi she'rlarga beramiz. Marhamat. Учитель наш, мы скажем честно, не просто человек, а дар,
qo'shiq ijro etishadi birinchi sinf yigitlari. Marhamat. Yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Madaminov Elmurodxon Musaqullayevichga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli tadbir ishtirokchilari, hurmatli ota-onalar, hurmatli ustozlar, aziz o'quvchilar. Sizlarni bugungi tadbirda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Sababi kasblarning eng ulug'i bo'lgan, eng mashaqqatlisi bo'lgan 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan tumanimizdagi Beruniy avlodlari xususiy maktabimizni ota-onalar ishtirokida, yangi qabul qilingan o'quvchilar ishtirokida ushbu tadbirni tashkillanishi o'quv yili boshlanganiga 1 oy yakunlanmasdan turib o'zini amaldagi ishini ko'rsatib berishni bir hisobot shaklida deb qabul qilasizlar. Va albatta binolarning eng ulug'i maktab bo'lsa, kasblarning eng
ulug'i bu ustozlik, o'qituvchilik. Avvalambor bu yerda qatnashayotgan barchamizni, ustozlarimizni va Beruniy xususiy maktabini rahbariyati, ustozlari, o'qituvchilarini bugungi ulug' bayram bilan men chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Tumanimiz hokimi Abduqahhor Abdullohidovich nomlaridan ham tabriklarimni yetkazing deb aytishdi. Xabarlaringiz bor, hozir mana dolzarb paxta yig'im davri. Eng qizig'i paxta yig'im davrida bugungi kunni biz nishonlashimizni o'zi bu katta narsa. Hurmatli otalar, bu yerda o'tirgan o'quvchilarimiz tushunmasligi mumkin, lekin qariyb 7-8 yil davomida muhtaram prezidentimizning siyosiy irodalari bilan umuman ta'lim tizimi, tibbiyot tizimi va boshqa tegishli tashkilot xodimlarini majburiy mehnatiga nuqta qo'yilib, bugungi kunda fermerlarga o'zi kerak bo'lsa mana o'zi terib oladigan kombaynlar terib olyapti paxta. Va biz siz bilan shunaqangi bir chiroyli koshonada bayram o'tkazyapmiz. Buni o'zi ko'ngilga siqqanligini shuni namunasi. Aynan shu sentyabr oyida 9-sentyabrda, 15-sentyabrda muhtaram prezidentimizning o'zlari 2 marta ta'lim tizimi bo'yicha selektor yig'ilishini o'tkazishdi. Bu ham bo'lsa paxta yig'im terimi boshlanganda, oq oltin yig'ib olish boshlangandagi oldingi siyosat qanaqa edi-yu va bugungi mana ko'ngilga sig'ib turgan. Barchalaringizga, ko'ngillaringizga shunaqangi yaxshi kunlar sig'ishini, yaxshi kunlarimiz davom etishini va bu yerdagi o'quvchilarimiz kelajakda vatanimizga sadoqatli, fidoyi inson bo'lib yetishishini Allohdan so'raymiz. Mana hozir e'tibor bergan bo'lsalaringiz, har birimiz ustoz o'qitgan. Har birimiz joyimiz qayerdaligini ustoz kelib ko'rsatib beryapti. Va erkin sahnada turib, 100 ga yaqin inson oldida o'zini dadil yodlagan she'rini aytib bera olishi ham boshlang'ich 1-2 sinf bolasi uchun mashaqqatli. Juda ham og'ir. Lekin bir oy davomida yakunlanmasdan turib 25 kun ichida bir nafar ustoz kerak bo'lsa 20 dan ortiq o'quvchiga ana shu narsani singdira olyapti. Uzoqqa ketmaslik kerak. 20-yilda hurmatli otalar pandemiya davri bo'ldi, koronavirus davrida maktablar to'xtatildi. To'g'rimi? Mana his qilganlar ichidan o'tkazyapti-da. Qanchalik farzandini bolasi bilan uyda qolishlik masalasi. Onlayn darslar bo'ldi to'g'ri, lekin doimiy ravishda farzandingizni olib o'tirish, ertalabdan kechgacha uni bilan mashg'ulot o'tkazish, u bilan shug'ullanish vaqti o'tkazishni o'zi bu juda ham katta energiyani sarflashingizga sabab bo'ladi. Lekin ustozlar o'qituvchilarimizga Alloh shu darajada sabr berib qo'yganki, bitta joniga 20 ta kerak bo'lsa maktab, davlat maktablarimizda 35-40 tagacha bolani bemalol ertalab 8 da 7:30 da qabul qilib olib, kerak bo'lsa obedgacha bemalol ulardan shug'ullanib savodini chiqarishga, ta'lim tarbiyasiga e'tibor berishga o'zini sidqidildan hayotini bag'ishlagan inson. Sizlarning nomlaringizdan yana bir bor men ustozlarimizni tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Qilsa umringiz kerak. Bolam yashasin deb o'rnimga mening jon berib kulgani onang bo'larkan. Zulmatlar qo'yinda izlanar chiroq, hammaning nafsini ko'rsatar firoq, barchaning o'xshashin topursan biroq, yagona bo'lgani onang bo'larkan. Hozirgi navbatni maktabimizning 3-sinf yigitlar ijrosidagi qo'shiqqa beramiz. Marhamat.
oyijon. Qani siz? Hammasi uchun sizga rahmat, kechiring meni. Здравствуйте, мама, я очень тебя люблю, что ты у меня есть.
buyuk zot, o'qituvchi mash'ala. U o'zi yonib, o'zgalar yo'lini yoritishga umrini bag'ishlagan fidoyi insondir. Endigi navbatni maktabimizning 6A sinf o'quvchilari ijrosidagi sahna ko'rinishiga beramiz. Marhamat. Yaxshi bolalar, o'quvchilar, eslaringizda bo'lsa sizlarga uyga topshiriq bergan edim. O'zlaringga eng qadrli bo'lgan narsani olib kelish va nimaga qadrliligini aytib berishlaring kerak edi. Tayyor bo'lsangiz, birma-bir chiqaveringlar. Abdullolov boshlaydi. Bu meni kompyuterim, bu men uchun juda qadrli, chunki buni menga dadam olib berganlar. Men bo'sh vaqtlarimda bu kompyuterda video o'yinlar o'ynayman. Barakalla, Islomjon chiqing. Bu mening soatim, bu men uchun juda ham qadrli. Buni menga akam sovg'a qilganlar. Barakalla, Shukronaxon chiqing. Bu mening eng yoqtirgan o'yinchog'im. Buni menga dadam sovg'a qilganlar. Bu men uchun juda ham qadrli. Bu bilan bolaligimdan birgaman. Yaxshi. Dars chiqing. Bu mening kattagim, bu men uchun juda qadrli, chunki buni menga dadam tug'ilgan kunimga olib bergan. Bo'sh vaqtimda bu to'p bilan futbol o'ynashni yoqtiraman. Barakalla, Oyatulloh chiqing. Bu planshet, bunda men video o'ynayman. Bu men uchun eng qadrli narsa. Buni men tug'ilgan kunimga olib berishdi. Barakalla, Qurbanoxon chiqing. Bu mening quloqchinim. Buni menga ustozim berganlar. Bu menga ustozimdan esdalik. Shuning uchun men uni juda ham qadrlayman. Barakalla, javob chiqing. Javob nima bo'ldi? Ochingchi. Javob kimning tuflisi bu? Bu mening otamning tuflisi. Men buni juda ham qadrlayman. Uyga borganimda menga nima qadrli ekanini o'ylab o'tirsam, oyim menga javondan dadamning tuflisini olib qo'y dedilar. Men esa javonni olsam, meniki, oyimniki va akamniki yangi turgan ekan. Lekin dadamniki juda eskirgan edi. Meni oyimni, akamni tuflisini yangi qilish uchun bu tufli juda ham eskirgan ekan. Men dadamni deyarli ko'rmayman. Ertalab sahar ketadilar, kechqurun esa juda kech keladilar. Bobom aytishlaricha, dadam yoshligida o'qimagan ekanlar. Shuning uchun yoshligidan ro'zg'orga qarashib, hozirgacha ishlab kelyaptilar. To'g'ri, meni ko'p-ko'gim, o'yinchog'im, notebookim bor, lekin bunchalik qadrli emas ekan. Bunday chiqishimizdan maqsad bizning shunday joyda, shunday maktabda o'qishimizga sharoit yaratib bergan ota-onamizga kattakon minnatdorchilik bildirish edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Alsa bu
doim sog' bo'ling. Yorug'likni ko'rsatgan ustoz doim sog' bo'ling. Siz kasbingiz ustasi, shirin so'zning ustasi, sizda quyosh jilvasi, ustoz doim sog' bo'ling. Qalbingiz mehriga to'la, so'zingiz sehrga to'la, aqlingiz zehnga to'la, ustoz doim sog' bo'ling. Shogirdlar ardog'ida, ilm qarog'ida, yaratgan panohida, ustoz doim sog' bo'ling. Sizga qanday men ta'rif beray, sizlar chunki qalbi ziyolar, mehr bilan men dedim shunda, ustozlarga o'xshagim kelar. O'gitdan quloqqa ilib, yashayapman o'z o'rnim bilib, har qadamda bir ma'no terib, ustozlarga o'xshagim kelar. Iymon qayda edi, ustoz bo'lmasa, urf qayda edi, ustoz bo'lmasa, sohib Qur'on qayda, Navoiy qayda, cho'lpon qayda edi, ustoz bo'lmasa, yo'qsilar yurtiga dunyo keltirgan, sahrolar bag'riga daryo keltirgan, karvon qayda edi, ustoz bo'lmasa. Kelgan chog'im, bilimlarga to'lgan dog'im, hayot yo'lim, nur chirog'im, mehri daryo ustozim. Biron tilim sayratgansiz, ona tilim o'rgatgansiz, ifodali so'zlatgansiz, ko'ngli toza ustozim. Sizga bo'lsin hurmat ta'zim, charchamangiz berib ta'lim, tufayli yuksak sha'nim, aziz ustoz muallim.
ijro etishadi 5-A sinf o'quvchilari. Marhamat. ilohim. Final yakunlar berishadi. 5-B sinf yigit qizlar ijrosi
Дорогие педагоги, убеждены, что неоценимый опыт, преданность своему делу, мудрость и терпение позволит вам впредь решать серьезные профессиональные задачи. Shuning bilan bugungi 1-oktyabr ustoz va murabbiylar bayramiga atalgan kichkina tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hurmatli ustozlar, hurmatli onajonlar, otajonlar, ozgina fursat ichida sizlarga mana shu tadbirni tayyorlab ko'rsatib berdik. Agar sizlarga mavzu bo'lgan bo'lsa, butun Beruniy jamoasi o'zini vazifasini oqladi. Hurmatli ota-onalar, hurmatli ustozlar, hozirgi navbatni mana shu yerda o'tirgan mana shu nuroniy otaxonimiz bor ekanlar, ijozat bersalaringiz so'zga taklif qilsak. Marhamat. Nevaramiz ko'rib kelgandim. Juda ko'nglim ochilib, ishonchli, bilimli, yaxshi yigit qizlarga, o'qituvchilarga beribman. Shunday ko'nglim ko'tarildi, mana o'yinga ham tushib oldim. Yashanglar. Endi kelajakka pul sarf qilgan odam hech qachon yutqazmaydi. Hattoki shunday odamlar bo'lganki, ovqat yemasdan bolasini o'qishga jo'natgan. Sizlar bilan biz mana juda ham yaxshi insonlarga, bilimli insonlarga nevaralarimizni beribmiz, qizlarimizni, o'g'illarimizni beribmiz. Bundan ko'nglimiz shod ko'tarilsin, iloyim. Ularga ishonamiz, ular oxlaydi o'zini. Iloyim ularga sog'lik, salomatlik bersin. Ishlariga rivoj bersin. Har doim yuzlari yorug' bo'lsin, iloyim. Biz endi yoshligimizda paxta terib yurgan ekanmiz. Mana bunday sharoitlar, mana prezidentimizga ming rahmat. Shunday sharoitlar qilib yoshlarimizni biz O'zbekistonni oldiga chiqaraman, dunyoga tanitaman deyapti. Biz ota-onalar qo'llab-quvvatlab bolalarimizni tarbiyalab o'qishlarga jo'natib, vaqtida chiroyli qilib, yetuk odamlar chiqaraylik, dunyoga tanilishsin. Biz ota-onalar shunga sharoit qilib yordam berishimiz kerak. Shunday talantli, shunday zo'r o'g'il qizlarimiz bor. Ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Sizlardan iltimos. Endi bu jamoatga hammalariga kattadan rahmat aytamiz. Ota-onalar nomidan, to'g'rimi? Iloyim kam bo'lishmasin. Biz har doim xohlab va yuzlarini yorib qilib, biz o'g'il qizlarimizni o'zlaridan ham o'tkazib yuborsin. Iloyim biz bolalarimiz, biz nevaralarimiz, chevaralarimiz hammasi dunyoga tanilib, prezidentlar katta joylarda ishlaydigan, katta dunyoni egallab turishsin, iloyim. Rahmat sizlarga. Men sizlarni olayini ta'zim qilaman. Rahmat sizlarga. Sport musobaqasida birinchi o'rinni qo'lga kiritib kelishdi. Taqdirlash berish uchun Toshloq tumani hokimligining yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Madaniy Elmurodxon Musatillayevga beramiz. Marhamat. Hurmatli ustozlar, hurmatli ota-onalar, men shu mavzuga o'tishdan oldin bir narsani aytib o'tmoqchimanki, hurmatli ota-onalar, hozirgi Hojiog'aning emotsiyasini ko'rib, men taklif qildim, shu ichingizdagi fikrlaringizni ikki og'iz bildirmasangiz bo'lmaydi. Chunki o'zini nabirasini sahnada turib ijrosini ko'rib, haqiqatdan maza qilyaptiki, ikki og'iz siz o'zingiz fikringizni bildiring. Ota-onalarimiz nomidan ustozlarimizga bir samimiy bir tabrik bo'lsin. Rahmat Hojiog'a. Kelajakka mablag' sarflash haqida Hojiog'a aytishdi. Haqiqatdan ham eng yaxshi investitsiya bu farzandlaringizga kirilayotgan investitsiyalar. Va bu narsa kelajakda o'zini albatta oqlaydi. Sizlar to'g'ri yo'ldasizlar, Xudo xohlasa. Endi diplom berilyapti. Mustaqilligimizning 34 yilligi munosabati bilan vatan uchun, millat uchun, xalq uchun shiori ostida sportning taekvondo VTF turi bo'yicha o'smirlar va qizlar o'rtasida Farg'ona shahar birinchi sport maktabi ochiq birinchiligi musobaqasida faxrli birinchi o'rinni egallagan sovrindorimiz
o'quvchimiz Foziljonova Dildoraxon taqdirlanyapti. Olqishlar qilamiz. Sizlarning nomlaringizdan qizimizni Dildoraxonni ota-onasini tabriklamoqchimiz. Doimo qizimizni baxtiga hech qachon kasal bo'lmanglar. Qizimiz sizlarning oldingizda yutuqlarga erishishni ko'rsin. Mana yana bir diplom sportning kickboksing bo'yicha o'tkazilgan, aynan ustoz va murabbiylar kuniga bag'ishlangan musobaqada o'quvchimiz, maktabimizning 3-sinf o'quvchisi Shohjahon faxrli birinchi o'rinni olganligi munosabati bilan diplom va medal topshirdilar. Marhamat. Yaxshi energiya bergan bo'lsa, demak Beruniy jamoasi o'zining vazifasini uddaladi. Kelganingiz uchun tashakkur. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Tadbirlarga keldik, juda ham xursand bo'ldik. Bolajonlarning chiqishlarini ko'rib, juda ham xursand bo'ldik. Bu Beruniy maktabiga berganimizga hech ham afsuslanmaymiz. Juda ham yaxshi, mazza qilib dam oldik. Assalomu alaykum. Mana bugun biz Beruniy maktabi o'quvchilarini 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuniga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirini ko'rganik kelgan edik. Men ham shu maktabni havas qilib, mana nabiramni shu maktabni 1-sinfiga rus gruppasiga berganman. Men bugun nabiramni chiqishlarini ko'rib juda xursand bo'ldim. Mana hali 1 oy bo'lmasdan farzandlarimiz shuncha bilimga ega bo'lganliklari va sahnada o'zlarini chiroyli erkin tutishni o'rganganliklaridan juda ham xursand bo'ldim. Men shu Beruniy maktabini tashkillagan Kamoliddin Roziqovga, Mashhuraxonga va unda faoliyat olib borayotgan barcha ustozlarga, barcha ota-onalar nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Assalomu alaykum, hurmatli aziz. Mana shu bizni ko'rib turgan insonlarga bugun mana nima demoqchiman? Beruniy 2, mana shu Beruniy maktabini filialiga yaqindagina mana shu 1 oy ichi davomida mana nabiram, ikkinchi nabiramni o'qishga berdik. Mana bugun ajoyib ustozlar va murabbiylar kuniga atalgan juda ham chiroyli konsert dasturini tomosha qildik. Bu konsert dasturidan men juda ham chiroyli taassurotga ketyapman. Chunki mana shu konsert mana shu bolalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga, hozirgi zamonaviy uslubdagi hamma narsaga e'tibor berilganda mana shu konsertda kamchiliklari bor, ustoz sifatida aytaman kamchiliklarini ham, lekin bu kamchiliklarni bartaraf qilishadi degan umiddaman. Katta rahmat ustozlar sizlarga, mana shu Beruniy 2 filialiga, mana shu ustozlarga, jonbozlik ko'rsatgan, shu tadbirni tashkillagan barcha ustozlarga ishlari davomatlar tilayman, oilaviy tinch totuvlik tilab qolaman. Rahmat, tashakkur sizlarga. Assalomu alaykum. Mana shu Beruniylar maktabining hurmatli ustozlari, aziz jamoat. Sizlarning kasblarning ichida eng ulug'i, sharaflisi bo'lgan ustozlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Farzandimni shu maktabni havas qilib, shu yerga ilm olish uchun olib keldim. Allohim yuzlarimizni yorug' qilib, o'g'limni shu yerda haqiqiy Beruniy izdoshlari, Ibn Sino izdoshlari bo'lib tarbiyalanishida sizlarga kuch-quvvat tilayman. Fikrimni quyidagi 4lik bilan yakunlamoqchiman. Ey aziz ustozlar, ta'rifingizni ta'riflash shoirga kelmaydi oson, birgina so'z aytay, u ham yetmaydi. Siz erur dunyoda eng aziz ustoz. Rahmat aziz ustozlar, bayramingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Bugungi tadbir juda ham maroqli o'tdi. Hammalariga rahmat, Beruniy jamoasiga va
tadbirda tashkilotchilariga, ustozlarga katta rahmat. Kirib kelayotgan bayramlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Farzandlarimizga ta'lim tarbiya berishlarida hech ham charchamasınlar. Doimo omad yor bo'lsin. Tadbir uchun barcha ishtirokchilarga minnatdorchilik bildiramiz. Ustozlarga katta rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi tadbirimiz juda go'zal ruhda o'tdi, juda go'zal bo'ldi. Bolajonlarimiz nihoyatda faol qatnashdilar. Bizni Beruniy maktabimiz jamoasiga kattadan katta rahmat aytamiz. Barcha ustozlarni ustoz va murabbiy kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim doimo yashnab, kulib yursin ilohim. Rahmat. Assalomu alaykum ota-onalar va o'quvchi, murabbiy, ustozlar. Men shu tadbirlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Yanada mehrim oshdi o'qituvchilarga, shu o'qituvchilarni bayramlari bilan chin qalbimdan, ota-onalar nomidan, farzandlarim nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Ilmlari bundan ham ziyoda bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, do'stlar. Mana bugun Beruniy xususiy maktabi jamoasi ustoz va murabbiylar kuniga bag'ishlangan badiiy kechasi bo'lib o'tdi. Shundan foydalanib, men barcha ustozlarni, barcha murabbiylarni chin yurakdan tabriklayman. Mashaqqatli mehnatlarida barchalariga sabr, toqat, kuch-quvvat tilayman. Ilohim oldimizga qo'ygan maqsadlarga erishishda hech qachon charchamaylik. Hurmatli ota-onalar, siz o'zlaringiz uchun eng qimmatli bo'lgan aziz farzandlaringizni biz Beruniy xususiy maktabi ustozlariga ishonib topshirgansiz. Biz albatta butun jamoamiz bilan birgalikda, butun oila a'zolarimiz bilan birgalikda sizlarni bizga bo'lgan ishonchlaringizni oqlash uchun men shaxsan shu maktab rahbari sifatida va'da beraman. Albatta Alloh bizni qodir qilgungacha, kuch-quvvatimiz yetgungacha, Alloh bizni jonimizni olgungacha sizlarni farzandlaringizni butun dunyo tan oladigan darajada yetuk inson bo'lish uchun biz albatta xizmat qilamiz va bunga men va'da beraman.